Ha. 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 Dona dona terdim aytar har so'zim o'ziga yubordim bersin deb to'zim oshiq deb sayladim o'zimni o'ziman kimligim bilmadingizda oshiq deb sayladim o'zimni o'ziman kimligim bilmadingizda 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 o'ziman kimligim bilmadingizda bilmadingizda yor bilmadingizda o'ziman kimligim bilmadingizda Assalomu alaykum. Rahmat, qarsanglar bo'lsin, qarsanglar bo'lsin. O'zimga o'zim qarsak. Qarsanglar bo'lsin. Barchamiz Rahmat. opa ishonamiz, hozir efir ortida bizni kuzatadigan obunachilar barchasi Voy, qarsang chaldi. O'tirgandan shunaqa noqulay bo'lar ekan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va meni obunachilarim, Garan Savdo markazi profilini obunachilari, hammanglarga alangali salom, hammanglarga ro'za Ramazonlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Biz uchun hamisha qadrli bo'lgan aziz qadrdonlarimiz, Garan Savdo markazini 2800 ta sayohat aksiyasining ishtirokchilari va bizni kuzatayotganlar. Demak, Garan Savdo markazi 2800 ta sayohat aksiyasi biz har kuni 3 ta davlatga sayohat yo'llamasi g'oliblarini aniqlashda davom etamiz. Bugungi jonli efirimiz mehmoni boshidayoq o'zi hammalaring tanib bo'ldilaring. O'zbek estradasining eng yorqin yulduzi, bir so'z bilan aytganda O'zbekistondagi hozirda eng raqs bo'yicha eng nomer oldinda deydi, nomer 1 deydimi? Xuddi shunaqalari. Shu bilan birgalikda faqatgina Parizoda opa, sizni biz raqs tomonlama ham, biz boshqa tomonlama ham kuzatamiz va misol uchun sizni misol hozirda O'zbekiston Respublikasi ayollarga juda ham katta imkoniyatlar yaratib berilgan, shu imkoniyatlardan foydalangan holatda Parizodaxon opamizda raqsdan tashqari shu oila masalasi bo'yicha ham oila bilan birgalikda jamiyatga qo'shayotgan hissalari, misol uchun oldindan bo'lardi, Parizoda opa misol uchun raqsga ko'pchilik farzandlarini bermasdi-da. Misol uchun raqsga kimdir noto'g'ri tushunadi, lekin hozir unday emas. Hozirda Parizoda opamizda klublaringiz bor ekan, maktabingiz, ya'ni raqs bo'yicha maktabingiz. U yerdagi Instagramda kuzatib borganimizda biz juda ham ko'p qizlar bor. Shu tomonlama Instagramda oila, jamiyat, farzandlarga, qizlarga qanday tarbiya berish kerak, qizlar bilan qanday xarakterda bo'lish kerak, barchasini yorqin kuzatayotgan bugungi jonli efirimiz mehmoni Parizodaxon opamiz. Assalomu alaykum, jonli efirimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum yana bir bora. Opa, sizdan boshidan minnatdormiz, sababi bugungi jonli efirda chiroyli qo'shiq, chiroyli raqs bilan yuqori kayfiyatda boshlab berdingiz. Hamma o'zini ishini qilish kerak degandek. Albatta o'zimizni ishimizni qo'shib, o'zimizni muxlislarimiz uchun kayfiyat ozgina bo'lsa ham ulashishga harakat qilamiz. O'zi bizani kasbimiz kayfiyat ulashuvchilar. Aslida bizni kasbimiz. Shunchaki raqs emas, kayfiyatingizni ko'tarishimiz kerak deymiz-ku shunaqa. Opa, o'zida nima yangiliklar? Ijodlarda nima yangiliklar? Ijod qilmay qo'ydim-ku. Endi baribir dars beryapsiz-ku. Ha. Raqs maktabimda alohida yangiliklar yaratishni boshlaganmiz. Xudo xohlasa, faqatgina O'zbekistonda emas, boshqa davlatlarda ham oldindan aytgim kelmayapti. Eng hammani orzu qilgani va o'zbeklarimiz ko'p yashaydigan juda chiroyli bir davlat bor. O'sha yerda niyatdamiz. Lekin men sizning Instagramingizda o'zbek farzandlariga o'zbek milliy raqslarini o'rgatish. Chunki o'zbek milliy raqsi alohida o'ziga yarasha foydali taraflari juda ham ko'p. Haqiqiy ayolni nafosatini yoritib beruvchi, ibo, hayo, sharm hammasini o'zida jamlagan bu o'zbek milliy raqsi. Buni tarixi juda ham chuqur. Buni xudo xohlasa hech kim xalqqa ochib bermaydi. Agar nasib qilsa, ancha-muncha ishlarimizdan ortib vaqt ajratsak, mana shu narsalarni yoritib boramiz. Demak, oldingizga qo'ygan maqsad juda katta, bilib turibmiz. Bu yo'lda sizga biz
kuch tilab qolamiz. Faqatgina oq yo'l bo'lsin. Bu yo'lda siz tinmang. Biz sizga ishonamiz. Qaysi davlatligini Instagramni kuzatish davomida men bilganman. Men taxminim bo'yicha bu Rossiyada bo'lsa kerak. Yo'q. Rossiyada emas. Yo'q. Rossiya boshqa davlatda. Xo'p, adashgan deb ko'ramiz. O Rossiya demang, endi Rossiyada odam qo'rqitmang. Mayli. Azizlar, bizda jonli efirimiz davom etadi. Opa, hozir sizni mana kuzatuvchilar kuzatmoqda Instagramingizda. O'zi Parizodaxon opamiz qayerda, qanaqa jonli efir yangi ko'rayotganlar bo'lishi mumkin. Men aksiyamiz haqida to'liqroq ma'lumot beraman. Undan so'ng esa biz bugungi kunlik g'oliblarni aniqlashni boshlaymiz. Endi bitta savol berib olaman. Gapirishingizdan oldin mana shu 2800 ta sayohat sovg'asi shu bugun o'ynaladimi 2800? Yo'q, opa, 2800 ta sayohat aksiyamizda biz har kun jonli efir qilamiz va har kuni 3 ta davlatga sayohat yo'llanmasi g'olibini aniqlaymiz. Nechta g'olib bo'ladi bugun misol uchun? Bugun 3 ta g'olib aniqlaymiz. Ertaga ham 3 ta g'olib aniqlaymiz. Endi siz tushunishingіз bo'yicha siz o'ylayapsizki, bugunda 2800 ta aniqlab yuboramiz deganingiz. Bas, opa, bu degani yillar davomida. Sababi hali bizda mahsulot xarid qilib aksiya ishtirokchisiga aylanmagan mijozlarimiz bor-da. Ularga ham imkoniyat bo'lishi kerak. Ular ham sayohat qilish kerak Garant savdo markazi bilan. YouTube olish uchun albatta sizlardan biror narsa xarid qilish kerak muddatli holda, to'g'rimi? Sayohat aksiyasini qo'lga kiritish uchun Garant savdo markazlaridan respublika bo'yicha filiallarimiz bor. O'ziga qulay bo'lgan, yaqin bo'lgan hududlarimizdan 3,5 million so'mdan yuqori mahsulot xarid qiladi. Aksiyamiz ishtirokchisiga aylanadi va eng asosiysi yutib olgan sayohat yo'llanmalari mutlaq bepul. Hech qanday sayohat davomida pul sarflamaydi. Faqatgina boradi, sayohat qiladi, mazzaga dam olib kelsa bo'ldi. Bitta savol. Bir dona odam yutadi, bir dona o'zi boradi. Albatta. Qiyin-ku sherigi bo'lmasa. Endi Parizodaxon opa, biz shunday masalalarni qo'yganmiz boshida, chiroyli savollar bo'lmoqda. Shartnoma bizda mahsulot xarid qilgan mijozimiz shaxsan o'zlari boradi. O'rniga boshqa mahsulot ham xarid qila olmaydi. Misol uchun sovg'ani admin qilishi o'ziga bog'liq, lekin bizda admin bo'lmaydi. Agarda bizda ko'p hollarda kelini shartnoma qilib yutib olgan bo'lsa, misol qilaylik, o'sha kelinning o'zi ham sayohat qilish haqqi bor. Uni kimgadir berib yuborishi mumkin yoki kimgadir sotib yuborishi mumkin. Bunday holatlarda ikkitalik-ku, begona bo'lib. Endi ketyapman, buningizga ham javob beraman. Sen borasan, begona bo'lasan. Odamlarga qo'shilishni o'rganasan deb ketilar ekanda. Yo'q, bu savolingizga ham javob berib o'tib ketaman. Hozir misol uchun siz yutib oldik deysiz, lekin siz dugonangiz bilan birga bormoqchisiz. Dugonangizga biz alohida tur sotib olib berish imkoniyatimiz bor. Ya'ni pulini to'laydi, biz unga tur sotib beramiz. Siz bilan qanday sayohat qiladigan bo'lsa, siz qanday sayohat qilgan bo'lsangiz, xuddi shunday sayohat qiladi. U ham sayohat davomida pul sarflamaydi. Bir xil bo'ladi. Bizda to'laydimi hammasi? Ha, pulini to'laydi. Misol uchun qanday tur sotib olgan bo'lsa, shunday tur sotib oladi. Garant savdo markazining sayohat aksiyalari Aloya tur bilan birgalikda, hamkorlikda shu sayohatga olib boramiz. Chunki Aloya tur eng ishonchli va tajribali turlardan biri hisoblanadi, opajon. Demak, aziz mijozlar, aksiyamiz haqida to'liqroq ma'lumot ham berib o'tdik. Opamiz savollari orqali sizlar tayyor bo'lsalaring, biz tayyormiz. Bugungi g'oliblarni shaxsan Parizoda opamizni o'zlari aniqlab beradi. Men mishkani ularga topshiraman. Opa, mana mishkamiz. Ishtirokchilarni aniqlash tugmasini bossangiz, kunlik aksiyamiz bo'yicha Umraga ziyorat yo'llanmasi g'olibini aniqlab olamiz va jonli efirda ularga qo'ng'iroq qilamiz va jonli efirda kim g'olib bo'lsa, siz bilan gaplashish imkoniyatiga ham ega bo'lishadi. Juda ham ajoyib. Endi yana bitta savol bersam maylimi? Mayli, savol bering. Umra sayohati ro'zaning ichidami, ro'zadan keyinmi? Endi bugun g'olib bo'lsalar, o'zi biz sayohatlarimiz boshlangan. Agar bugun ularda ulgurib qolishsa, Zagram pasportlari bo'lsa, xorijga chiqish imkoniyati bo'lsa, masalan, ishidan ruxsat ola olsa, ro'za oyicha 19-gacha borib olish kerak. Yangiliklarni ham o'z ko'rib turibsiz. Agar hamma narsasi tayyor, men ishimdan ham xorijga chiqish pasportim ham bor deyiladigan bo'lsak, bugun 20 aprelgacha. Zetga turgan narsa. Hamma narsasi tayyor bo'lsa, ko'rib qoldim-da, hali bor qoldim. Oyini ko'rmagansiz? Ha, oyini ko'rmadim. Hamma narsasi tayyor bo'lsa, opa, balki keyingi haftaga ham sayohatga chiqib ketish imkoniyatiga ega. Sababi bizda Umraga, Dubayga, Turkiyaga sayohatlarimiz boshlangan. Opa, endi g'olibni aniqlab berasiz. Undan so'ng esa biz jonli efirda chiroyli suhbatlar bilan davom ettirib ketaveramiz. Ishtirokchilar aniqlash tugmasi bosildi. Xo'sh. Randomizer dasturimiz tasodifiy g'olibni aniqlab beradi. Demak, g'olibimiz aniq. Garant savdo markazi Umraga sayohat yo'llanmasini Qashqadaryo viloyatidan G'uzor filialimizdan Murod va Sanobarxon opamiz
qo'lga kiritishdilar. Muborak bo'lsin. Tabriklab qolamiz. Voy bittada bo'ladimi? Bittada. Endi qarang, opa Sanobarxon opamiz bizdan 19-fevral kuni mahsulot xarid qilgan. Ya'ni kecha mahsulot xarid qilishgan va bugun ular umraga ziyorat yo'llamasini qo'lga kiritishdi. Agarda bizda Mana Qashqadaryoda hozir nimadir olsam erta yutib qolishim mumkin. yutishingiz mumkin. Va ularga men jonli efirda qo'ng'iroq qilaman. Zo'r ekan, Ha. Imkoniyatlar juda ham katta. Opa hozir bir pasda yutib olishdi. bizda kunlik hamda yillik aksiyalarimiz bor. Shu g'olibamiz bilan gaplashgandan so'ng xarid qilishayotganda ism familiyalar qoladi. qoladi, O'shanda, ha? Bizda bazaga tushadi. o'sha aksiyada qatnashtirasiz. Qatnashadi. Misol uchun siz Garant savdo markaziga kelib 3,5 million so'm yuqori mahsulot xarid qildingiz, sizda o'sha shartnoma tuzdingiz, ularning ro'yxatlari bizda o'sha bazamizga tushadi avtomatik. Ya'ni 1 yil davomida ishtirok sifatida qatnashadi. Murodova Sanobar. Sanobarxon opamiz Telefon ko'tararmikinlar? qo'ng'iroqqa javob berishadi. Yaxshi niyat qilmoqdamiz. Ishonamiz. Assalomu alaykum. Sanobarxon opa, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Garant savdo markazidan aloqaga chiqmoqdaman. 19-fevral kuni Garant savdo markazi G'uzor filialimizda mahsulot xarid qilgan ekansiz. Va bizning sayohat aksiyamizda ishtirokchi sifatida qatnashgan ekansiz. Efirga kirsalar bo'lar ekan, tushunmayapman. Sanobarxon opa, xabaringiz bor-da sayohat aksiyalarimiz bo'yicha. Eshitmayman deydi, nima? Aha, demak xabaringiz bor. Bilishmaydi. Aytdi. Demak Sanobarxon opa, hozir qayerdasiz? Oila davrasidamisiz? Ha, uyda. Sizga bir xursandchilik xabar aytaman. Eshitishga tayyormisiz? Ayting qan. Siz sayohat qilish uchun yo'llanma qo'lga kiritdingiz. Ishonmaydi hozir. Hozirda jonli efir ketmoqda. Garant savdo markazining Telegram hamda Instagram kanallarida bugungi jonli efirimizning mehmoni O'zbek estradasining yorqin yulduzi, go'zal raqqosamiz Farizodaxon opamiz bilan birgalikdamiz. Men telefonda ularga beraman, ular bilan gaplashasiz va ular sizga qaysi davlatga yutib olganingizni aytishadi. Tayyormisiz? O'zim hayajonlanib ketdim. O'z hayajonlanib ketasizmi? Hozir menimcha bilan ishonmayaptilar. Assalomu alaykum. Sanobar opa, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Ro'za Ramazonlar muborak bo'lsin. Menimcha ishonqirami, kim qilyapti deb hayron bo'lib eshitib turibsiz a. Kutilmaganda rosa ham omadlilar orasidan ekansiz. Qarang, bizlarning aksiyamiz boshlanishi bilan birinchi bo'lib siz bu sovg'ani birinchi g'olibi bo'ldingiz. Umra sayohatiga yo'llanma muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Tabriklayman Sanobar opa. Voy, вообще, rosa men o'zim hozir hayajonlanib ketdim. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, Instagram orqali Jonli efirda ko'rish mumkin. meni taniysizmi? Parizod mani profilimga kiring, jonli efirda siz bilan biz gaplashyapmiz. Yoki bo'lmasam o'sha Garant savdo markazining profili bor. Ikkita Instagram profilda jonli efir orqali bu aksiyani o'tkazmoqdamiz. Agar ishonmasangiz, kiring siz. Bugungi kunimizda g'olibasisiz. Tabriklayman. Rahmat. Opa, o'zi nima maqsad xarid qilgan ekan so'raylik-chi? Nima maqsad xarid qilishgan? O'zi nima mahsulot? Labi? Nima deysem, xursandchiligimdan bilmay qoldim. Allohning suyukli bandasi ekansiz, qarang. Men juda ham xursand bo'lib ketdim. Chiroyli borib, nima deydi, ziyoratlaringizni Alloh dargohida qabul qilsin. Tabriklayman yana bir bora. Bular hozir sizga savol berishadi. O'zingiz so'rang, qanday maqsad xarid qilgan ekan? Qanaqa mahsulot xarid qilgan edingiz? Sanobar opa? Telefon. Smartfon xarid qilishgan. Smartfon. Bugun olib kelib berishdi, bugun olib mana shu yangi telefonda gaplashyapman. Ana, qanday bam? 2 barobar sizga qanaqa xursandchilik bo'pti. Rosa xursandman, shunaqa xursandchiligingizda men sizga hamroh bo'layotganimdan. Rahmat Sanobar opa, muborak bo'lsin. Rahmat. Siz bilan ko'rishni nasib bo'lsin. Voy, xudo xohlasa. Men o'zim boraman nasib qilsa. Siz bir profilga kirib, ko'rib chiqsangiz qanaqa nima deydi, biz san'atkorlar
sizlarni kuzatib boramiz nasib qilsa. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Xudo xohlasa. Ha, bo'ldi. Bu yerdagi xodimlar sizga aloqaga chiqishadi. Xo'p, Sanobar opa. Omon bo'ling. Tabriklayman. Moro bo'lsin. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Xo'p. Uy, muncha mazza. Sanobarxon opa, xorijga chiqish pasportingiz bormi? Yo'q. Ertagayoq borib, xorijga chiqish pasportini oling. Qizil pasport. Aha. Sizga yana xodimlarimiz aloqaga chiqishadi, to'liqroq ma'lumot berishadi. Aha, bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga. Xo'p. Voy. Kutilmaganda, nomuncha. Opa, bilasizmi? Surpriz. O'zim tushunmay qoldim, qanaqa qilib. Eng asosiy familiya chiqib keldi. Shunaqa kutilmaganda sovg'a bo'ldi. Eng asosiysi opa, biz Garan savdo markazini mijozlarini omadli insonlar bugun 3 tasi bu sovg'ani egasi bo'ladi. Bo'ladi. Bugun umragami yo boshqa davlatga? Bugun umra Dubay, Turkiya davlatlariga sayohat yo'llanmasi g'olibi aniqlaymiz. Dubay, Turkiya bor oldinda. Eng asosiysi opa, bilasizmi, biz Garan savdo markazlarini mijozlarini orzularini amalga oshirmoqdamizda. Mana o'zingiz ham bilsangiz kerak, har bir insonning orzusi chetga sayohatga chiqish bo'ladi. Lekin bizda shuni hatto xayolini bir chekkasini o'tmaganki, pasport qilmagan ekan. Pasport qilmagan. Qanaqa bu katta surprizda ularga bor. Surpriz. Eng asosiysi biz ularni xursand qilmoqdamiz. Shundan baxtiyormiz opa. Rosa ham xursand bo'lishdi. Men ham xursand bo'lib ketdim ularni o'rniga. O'zlari ham hayajon. Juda ko'p san'atkorlarimiz keladi. Har biri ham ishonasizmi, efir boshida qo'rqishadi, qanday bo'ladi, qanaqa bo'ladi, lekin efir davomida ular bilan jonli muloqotda bo'lganda, shu xursandchilik xabari ularga yetganda, efirdan keyin ishonaling, bugun mazza qildim, xursand bo'ldim deyicha. Bular xursand bo'lsa, o'sha xursandchiligi bizga ham anaqa urar ekan. Uradi, o'shani kayfiyat ko'tarilib ketar ekan. Xuddi o'zim olgandek bo'lib ketdim. Va biz davom etamiz kunlik aksiyamiz bo'yicha. Keyingi Dubayga sayohat yo'llanmasi. Sayohat yo'llanmasini g'olibi endi kim bo'ladi? Hayajonli daqiqalar. Parizda bitta bossam yanami? Yana kimdir g'olib bo'ladi hozir. Bir postda 3 tadan tanlaymiz bo'ldi ekan. Efir davomida chiroyli suhbatlarimiz davom etadi. Efirimiz ko'p bo'ladi. Sababi shaxsan siz keldingiz, hali oldinda qiziq voqealar bo'lgan, chiroyli sizga savollarimiz bor. Efir davomida ularni berib davom etamiz. Undan oldin esa boshida aytib o'tdim, bizda ikkita aksiya bo'yicha g'oliblarni aniqlaymiz. Ya'ni kunlik hamda yillik aksiyamiz bo'yicha. Kunlik aksiyamiz bo'yicha Garan savdo markazlariga tashrif buyurib 3,5 million so'm yuqori mahsulot xarid qilgan bo'lsangiz, bugunning o'zidayoq siz sayohat aksiyamiz ishtirokchisiga aylangansiz va bugunning o'zidayoq siz sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritishingiz mumkin. Va kunlik aksiyamizda 5 kun davomida ishtirok sifatida qatnashadi. Har kuni o'ynaladigan ikkita davlatdan biriga sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritish mumkin. Endi 5 kun davomida g'olib bo'lmagan mijozlarimiz imkoniyati yanada ham ko'payadi 5 kundan so'ng. Ularning ro'yxati yillik aksiyamizga o'tadi va yillik aksiyamizda 12 oy, ya'ni 1 yil davomida ishtirok sifatida qatnashib, har kuni o'ynaladigan bitta davlatga sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritish imkoniyati bor. Lekin hozirgi men bu bo'layotgan jarayonda 5 kun ichida xarid qilganlar aksiyada ishtirok etadi va Umra Dubay qaysi vaqtgacha bo'ladi? 5 kun davomida, ya'ni mahsulot xarid qilgan kunidan boshlab 5 kun davomida. Yo'q, har kuni bo'ladimi? Tugamaydimi bu? Yo'q, tugamaydi. Har kuni, haftada 7 kun. O'zi bo'yakansizlarda. Opa, bilasizmi? Shuncha odamga namuncha qatdan foyda topasizlar bu. Endi bu haqida biz ma'lumot bera olmaymiz. Eng asosiysi Voshku. Eng asosiysi opa o'zi boshida 1800 ta o'ynardi. Bitta odam nech pul ketadi, yo'l kirasi, gazeta. Barcha hayratlanadi. Darrov hisob kitob qilib ketishdilar. Parizda opa boshida 1800 ta edi sayohatimiz, ya'ni 1800 ta sayohat aksiyasini o'ynardi. Ya'ni 1800 ta odamni yubormoqchi bo'lganmiz. Keyinchalik sayohatga jo'natayotgan mijozlarimizni sayohat davomida xursandchiligi, ularni qanchalik hayratda bo'layotganligi va videolarda bizda rahbariyatlarimiz ularni ko'rishdi, rasm videolarda ko'rish turib, ularni qanchalik xursandchiligini ko'rib, qanchalik yurtdoshlarimizni xursand qilayotganimizni ko'rib turib, yana 1000 ta sayohat aksiyasini qo'shdilar. Qarang, ham savob, ham marketing ikkalasi bir bo'lib ancha gullab yashirgansizlar deya. Niyatimiz ham shu. Niyatlarimiz ko'p. Zo'r yo'li. 1800 ta plus 1000 ta jami 2800 ta sayohat aksiyasi bo'ldi. Bu davlatlarimiz opa Turkiya 6 davlatga sayohat yo'llanmasi bor. Turkiya, Umra,
Dubay, Vyetnam, Gruziya, Misr davlatlariga sayohat yo'llanmalari bor 2800 ta sayohat aksiyamizda. Shu o'rinda yana eslatib o'taman, Parizodaxon opamizning Instagramga endi kirgan kuzatuvchilar bo'lishi mumkin. Garant savdo markazlarida 2800 ta sayohat aksiyamiz bo'lmoqda. Ya'ni siz 6 davlatdan biriga bepul sayohat yo'llamasini qo'lga kiritishingiz mumkin. Shartlari juda ham oddiy. Garant savdo markazlariga tashrif buyuring, 3,5 million so'mdan yuqori mahsulot xarid qiling va aksiyamiz ishtirokchisiga aylanib, har kuni o'ynaladigan jonli efirimizda 6 davlatdan biriga bepul sayohat yo'llanmasini qo'lga kiriting. Va g'oliblardan aniqlashda davom etamiz. Albatta, u aksiyada ishtirok etish uchun Garant savdo markazidan o'sha muddatli biron bir narsani xarid qilishingiz shart ekan. Shuni inobatga olib qo'yinglar. Bizda endi biz mana sizni kuzatuvchilaringizda menimcha bir 70% ayollar bo'lsa kerak, masalan, qizlar, ayollar kuzatadi. Asosan ayollar. Ayollar bo'ladi. Ularga yoqadigan eng bir narsamiz bor, ya'ni tilla buyum har bir ayolga yoqadi. Tilla ham? Tilla Garant savdo markazlarida tilla buyumlarni ham muddatli to'lovga xarid qilishib, aksiyamiz ishtirokchisiga aylanib, sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritish imkoniyatiga ega. Mana bu smartfonni qachon beramiz va kimga beramiz buni? Buni ham aytib o'tamiz. Bu smartfonda hozir ikkita davlatimiz qolgan, Dubay hamda Turkiyaga sayohat yo'llanmasi g'oliblarini aniqlaganimizdan so'ng, sizni bizni jonli efirda kuzatib turgan obunachilaringiz uchun bu smartfonni sovg'a qilamiz. Siz 7 dan 10 gacha bo'lgan bitta raqamni tanlaysiz. Misol hozir tanlab qo'ying. Qaysi? 7 dan 10 gacha? 7 dan 10 gacha 5 talik qolgan. Ya 7 dan 10 gacha. 7, 8, 9, 10. 5 kirmaydi orasiga. 7 bo'pti. 7. Endi tushuntirib o'tamiz efir davomida bo'lgani uchun. Bizga bitta telefon raqami aytamiz. Bizga 7-chi bo'lib bog'langan sizning obunachingiz shu smartfon egasi bo'ladi. Ya'ni biz telefonda 1-chi, 2-chi, 3-chi qo'ng'iroq qilgan bilan gaplashamiz. Ketma-ket bo'ladi. Eng asosiysi opa, sizni muxlisingiz necha yillardan beri muxlisingiz bo'lib turib, siz bilan gaplasha olmagan nimalaringiz, muxlislaringiz siz bilan telefonda gaplashish imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Voy, qoyillik. Zo'r. Biz davom etamiz. Bu telefonda efir yakunida o'ynaymiz. Shu sababdan aktiv bo'lib turinglar. Hozir esa kunlik aksiyamiz bo'yicha Dubayga sayohat yo'llanmasi g'olibini aniqlab olamiz. Marhamat opa, ishtirokchilardan aniqlash tugmasini bosib beringiz. Bismillah, qani, tochkasi. Keyin topib beraman. Ketib qolding, ketib qolmagin. Xo'p, mana ustiga qo'yib berdim. Hayajonli daqiqalar. Qani keyingi omadli insonimiz kim ekan? Ikkinchisi o'zi 3 tagina yo'llanma ekan. Dubayga sayohat yo'llanmasi g'olibi ketdi. Ya boshqa tilla bosib berasiz. Opa. Nima bosilmayapti? Keling. Jalavatda kompyuterim. Bo'lishi mumkin. Men yaxshilab qo'yib beraman va mana endi bossangiz bo'ladi. Ustiga olib kelib. Nega bo'lmayapti? Damlab turib, yana boshlayman. 2 marta ketma-ket bosib oling. Xo'p, keling opa, kompyuterimiz hayajonlanib qoldi shekilli. Biz hozir buni tezda to'g'rilaymiz va O'zingiz to'g'rilab bosib yuboring endi, meni qo'limdan endi. Yo'q, Meni qo'limiz Parizodni qo'lida. Yo'q, lekin bugungi g'oliblar siz aniqlashingiz kerak, mana. Bosiladimi? Bosiladi endi opa, bosiladi, xudo xolasa va Opa. Bo'lmayapti-ku. nega bosilmayapsan? Yaxshilab bosing. Qanaqa bos? Mayli, nima bo'lyapti shekilli sizni ko'rib. Bosing endi. Balki Dubayda sayohat yo'llanmasi mana bosildi opajonim. Ne bo'lmayapti menda? Siz bilan hazillashgisi kelib shekilli. Demak, kunlik aksiyamiz bo'yicha Dubayga sayohat yo'llanmasi g'olibi ham aniq. Bu Surxondaryo viloyatidan Sho'rch filialimizdan Ernazarova Oyshaxon opamiz Dubayga sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritishdi. Muborak bo'lsin, tabriklab qolamiz. Oysha opamiz, mukofot muborak bo'lsin. Opa, Oyshaxon opamiz bizdan 15-fevral kuni mahsulot xarid qilishgan va aksiyamiz ishtirokchisiga aylanib, kunlik aksiyamiz bo'yicha bugun ular Dubayga sayohat qilishadi. Va ularga ham jonli efirda qo'ng'iroq qilamiz, ularni tabriklaymiz. Balki bizni jonli efirda kuzatayotgandir. Voy Surxondaryoda-ya, o'ylang. Kutilmaganda va zo'r lekin. Ayniqsa bu chiroyli kunlarda Surxondaryoda lekin kamchilik Instagramni kuzatishadi. Ahamiyat berganman. Balki shu kamchiligini Samarqandda rosa ko'p Instagramimizni kuzatadiganlar. Shu kamchilikni ichida bo'lganda muxlisingiz bo'lsa ham bo'lsa kerak. Endi sizda juda ko'pchilik muxlisingiz opa, shaxsan o'zimiz ham muxlislik qilamiz. O'sha mashhur san'atkorlar bilan bo'lgan konsertlarda ijro etgan raqslaringiz, kliplaringiz. O'sha vodiy viloyatlarni
anaqalarini ham o'zini muxlislik qiladigan san'atkorlar bo'lar ekan. Aha. Bilasizmi? Eng ko'p muxlislarim Farg'onada deb o'ylayman. Farg'onada Farg'onada Voliyda. va Samarqandda. Uni umuman boshqacha kutib olishadi. Shunaqangi bir nimalarga boraman, viloyatlarga boraman. Anaqa u darajada ana qilishmaydi. Bilmayman, hayron qolaman. Hamma har xil ekan. Balki hayratda qolsa kerak. Parizoda shu bo'lsa kerak. Qarsa cho'gani ham hayron qolsa kerak edi. Tomosha qilishib. Va biz hozirda Dubayga sayohat yo'llanmasi g'olibamizga qo'ng'iroq qilmoqdamiz. Bu Surxondaryo viloyatidan Sho'rchi filialimizdan mahsulot xarid qilgan Ernazarova Oyshaxon opamiz. Shunday sizni xursandchilik kutmoqda. Shu o'rinda eslatib o'taman, opa, mana sizning kuzatuvchilaringizga Garan savdo markazlarida har kun jonli efir bo'ladi, Instagram hamda Telegram kanallarida va biz haftada 3 kun mashhur insonlar bilan jonli efir qilamiz va shunchaki jonli efirda tomosha qilib turib ham smartfon yoki boshqa sovg'alar yutib olish imkoniyatiga ega. Shu sababdan Parizodaxon opamizni Instagramda kuzatayotganlar Garan savdo markaziga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Shunchaki har kuni soat 20:00 da jonli efirimizni tomosha qilib, smartfon yoki boshqa sovg'alarni ham qo'lga kiritish imkoniyatiga egasiz. Siz bunaqa efiringizni kuzatib, ular ham menimcha Garan savdo markazidan nimadir xarid qilib qo'yishadi. Xarid qilinglar. Puli borlar ham baribir qanaqadir joyda tez kerak bo'lib qolgan holatida xarid qilishga majbur bo'lib qoladi. Hozir meni bir narsa hayronlantirdi, boshida gapirib o'tib ketolmadim. Birinchi g'olibamiz telefon xarid qilishgan va xarid qilgan telefoniga o'zimiz qo'ng'iroq qilib xursandchilik xabarini yetkazdik-da. Qarang. Va Har biz taraflama 2 barobar xursandchilik bo'ldi. Men shuni aytmoqchi bo'lganim, albatta har kuni soat 20:00 da jonli efirda aktiv bo'lib turing. Yo unisi, yo bunisi albatta sizga foydaga ishlaydi. biz hozirda Dubayga sayohat yo'llanmasi g'olibasiga aloqaga chiqmoqdamiz, lekin asosiy raqamlarini ko'tarishmayapti. Birozdan so'ng telefon qilib ko'rarmiz. Mayli, u qo'shimcha raqami bor. Bitta qo'shimcha raqamga harakat qilib ko'ramiz. Qaysi ekan? Sababi jonli efirda o'zida vaqtida tabriklash boshqacha bo'ladi-da, opa. Keyin vaqtdan ko'p bo'lmaymiz, bir marotaba ularga harakat qilib ko'ramiz. Telefoningizni ko'taring, Oysha opa. Balki Raqam noto'g'ri berilgan. xo'p, bu raqamlar ishlamaydi shekilli. Aytdingizmi? Aha, raqamlari to'g'ri. Telegramdan qilish. Endi Telegramdan saqlanib qilish mumkin. Mumkin-ku, lekin ortiqcha vaqt topalar, lekin efir davomida balki o'zlari bizga qaytarib qolishlari mumkin bo'ladi. Lekin hozir operatorlarimiz va boshqa xodimlarimiz bu opaga aloqaga chiqishadi. Imkon bo'lsa bog'lanolsa, bizning raqamimizga qaytib aloqaga chiqib oladi. Biz esa davom etamiz. Kunlik aksiyamiz g'oliblari aniq va bizda yillik aksiya g'olibimiz qolgan. Parizodaxon opa, mana juda ko'p sahnalarda o'ynagansiz, juda ko'p katta konsertlarda o'ynagansiz. Juda shu qo'shiqlarda, konsert davomida qiziqarli voqealar ham bo'lib turadimi? Odam kutmagan improvizatsiyali holatlar. Sizga kimni konsertida bo'lgan va qaysi san'atkorda va o'zizga o'sha yodingizda bir umr yodimda saqlab qolsam kerak degan voqea bo'ladi insonda. Yo, endi rosa ko'p bo'ladi bunaqa. Yana oxirgi kunlar, men bu 20 kun, 1 oylik konsertlarda oxirgi kun krasniy deng bo'ladi. Bu bizda Ozodbek Nazarbekovda juda ham ko'p bo'lardi. Eslasangiz juda ham kulgili holat bo'lardi. Bir yana ular ham qolishmasdi, muzikantlari bilan o'sha bir kun hammaligi nima deydi, orada tanaffusga chiqib ketishadimi? Tanaffusga chiqib ketgan, namoz o'qigan chiqqanlarida oyoq kiyimlarini yechib, ichkariga kirib namoz o'qishadi-yu. O'rtadagi tanaffusda qiziqchi, misol uchun Shukrullo Isroilov qiziqtirib turgan paytida ular tez kirib namoz o'qib olishardi-da. O'sha paytda hamma muzikantlarni oyoq kiyimini hammasini olganmiz. Ana. 15 ta muzikantlar nima derdi? Sozandalar naskida sahnaga chiqqan. Ana qalaylar. Endi tasavvur qiling, agar hozir vaqtida chiqmasa, Ostaka nima deydi? Noqulay holatga tushib qoladi, Ostakadan gap eshish mumkin. Umuman podvodit qilib bo'lmaydi-ku bunaqa jarayonda. Ba'da xalq kutib turibdi. Yana xalq kutib turibdi. Yana programma bo'yicha musiqalar, ekranlar yoqilyapti, ekran tugashi kerak, ular chiqib kelish kerak edi. Ayollar yugurgan sahnaga voy. Tuflisi. Shunaqa kulgilishli kimlardir bilgan, kimlardir rosa kulgan. Yomon endi bir paytki undan keyin ular bilishdi, biz qildik u narsani. Endi biz chiqyapmiz, biz oddiy kulolmaymiz deb sahnaga chiqib, voy
endi o'ynaganda o'ylang baqirib kulaverishi, mana bukilib ketib qolamiz o'ynaganda, qo'llarimiz qaltirab ketadi. Deb keyin Samarqanddagi navolari boshqacha bo'lyapti bir paytda. Keyin shuni orqaga yotib turib dan bo'lish kerak. Tak bitib turamiz deymiz, o'chirib qo'yadi, yana yotamiz. Tak. Deydi, yana turamiz, yana dalish ketmaydi, hamma turadi, yotadi, turadi. Endi anu pastdagilar ham tushunmayapti nima bo'layotganini. Ancha muzikantlar shoshmaydir, adabiyni beramiz deb turib, ostdagi ikkalasi ostdagi hamma sozandalar qaqirlab hammani yelkasi qimirlaydi, kulaveribdi. Keyin mana shunga o'xshash ketma-ketlikda men hozir gapiraman desam vaqtimiz bormi? Undan keyingisida hozir g'olibamiz bilan aloqamiz bor ekan. Ha, bizni hozir operatorlarimiz bog'lanishdi jonli efir uchun va ularni shunaqa bo'lgan. Lekin juda qiziq boshqacha bo'ladi. Bunaqa narsalar juda ham ko'p bo'ladi, albatta davom G'olibimizni ettiramiz. keyin davom ettiramiz. Shu joyni eslab qolinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ernazar va Oyshaxon opamizning raqamlarimi? Men kelinlari bo'laman. Ha, Oyshaxon opamizning o'zlari yo'qmilar? Yo'q o'zida. Xo'p, ismingiz nima? Saodat. Saodatxon opa, sizga bir xursandchilik xabar yetkazamiz. Xo'p. Bu xabarni ishonamizki, kelinoyingizga yetkazib qo'yasiz. Ha, yetkazam. 15 fevral kuni Oyshaxon opamiz Garant savdo markazi Sho'rch filialimizdan mahsulot xarid qilishgan. Ha, birga borgan. Birga borgansizlar. Demak, xabaringiz bor. Sayohat aksiyamiz bo'yicha ham. Ha, kirgizgandi. Ha, opa qarangda, Oyshaxon opamiz hozir sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritishdi. Voy, qayerga? Qaysi davlatganligini hozirda jonli efirim bo'lmoqda. Jonli efirimizda o'zbek estradasining yorqin yulduzi, estrada yulduzi, show biznesmen, raqqosamiz Parizzodaxon opamiz bilan birgalikdamiz. Men telefonni ularga beraman va qaysi davlatga yutib olganini ular aytadi. Va Surxondaryo kelinimi o'zi? Rostdan. Bizda o'lsin dedik, o'ldishani o'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mukofotli muborak bo'lsin. Ro'za Ramazon ham muborak bo'lsin. Yaxshimisiz? Rahmat, kattakon. Sizda Instagram bormi? Kirib turasizlarmi? Bor, ha. Ha, agar nima deydim, ko'proq aniqroq, ishonchliroq bo'lishni xohlasangiz, meni Instagram profilimga kirishingiz mumkin yoki Garant savdo markazining profillariga kirsangiz, biz jonli efir orqali sizni tabriklayapmiz. Umuman olganda bugungi jonli efirimizda 3 ta g'olibamiz bor. Hozir birinchi g'olibamizni tabrikladik, ikkinchi g'olibamiz sizlar bo'ldinglar. Muncha zo'r. Kelinoylaring yutib olgan. Oysha opani tabriklab qo'ying, chin qalbimizdan tabriklaymiz. Qayergaligini aytaymi endi? Qayerga borish istagan bo'lardilar, siz bilmaysizmi? Qatki mana yozda qayerga borib dam olgim keladi deganlarini, xohishlarini hech bilganmisiz? Endi ko'p joylarni aytadi. Qayerda aytganlar? Bir eslab ko'ring. Umra sayohatga bormoqchiman deyotgandi. Ha, Ziyorat uchun. u ziyorat, dam olganichi. Endi u yog'ini bilmadim. Bo'ldi. Ayting. Dubayga sayohat yo'llanmasini yutib oldilar. Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Qanday mazza. Bu juda ham zo'r omadliklar ichida alohida mana Oyshaxon yutib oldilar. Tabriklaymiz. Mazza qilib, sayohat qilib, dam olib kelsinlar. Tabriklaymiz. Yana sizlarga Oysha opaga Garant savdo markazidan aloqaga chiqishadi xodimlari. Nima xarid qilgandilar bular? Nima xarid qilgandilar Oysha opa? Birga borgan ekan. 15 tami deysizmi ekan? Nima xarid qilgandilar 15 fevral kuni? 15 fevral kuni oshxona uboliga. Aha. Yana boshqa kuni yana boshqa narsa olganmilar Endi deymi? bizni Kinli buyumlar Aha. Yanachi? olgandik. Demak, mebel va xonadon uchun kerakli bo'ladigan jihozlarni xarid qilgansizlar. Ha, sizlarni olgandik. Va qarang, shu o'zlaringga xarid qilgan narsalaringiz Oyshaxon opamizga bepul Dubayga sayohat yo'llamasini taqdim qildi. Ofarin, tabriklaymiz. Moro bo'lsin. Omon bo'ling.
Sog' bo'ling. Instagramga birrov mo'ralab qo'ying endi. Omon bo'ling, tabriklaymiz. Xo'p, sog' bo'ling. Va biz ikkinchi g'olibamiz bilan ham telefon orqali bog'landik. Bu xursandchilik xabar ularga yetkazdik. To'g'ri, Oyshaxon opamizni o'zlariga bog'lana olmadik, lekin ularni kelinlari ekan, adashmasam kelinlarga, qarindoshlariga bog'landik va ishonamiz, hozirda o'zi telefonni o'chirgandan so'ng o'zlar yaqinlariga telefon qilib bu xabarni yetkazadi yoki qarindoshlar gruppasiga maqtanadi. To'g'risi aytsam ishonmasdim-da. Qanaqa ishonisharmikin-a? Menga kimdir nimadir yutib oldingiz desa, ishonmayman, lekin qoyil. Shunday fikrdagi bizni kuzatuvchilar ham bo'ladigan bo'lsa, opa, chunki ko'pchilik anaqada baribir rosta kasbimga shunaqa ish qilmaydi-da. hozir Instagram rivojlanib Lekin, ketgan. Bu yerda hamma narsa rost bo'lganligi uchun ham oson yutib olish mumkin bo'lganligi uchun men bu yerda turib, mana sizlarga ham bu narsani tavsiya etib, qo'llab-quvvatlab turibman. O'zingiz ishonganligingiz uchun. O'zim ishonganim, o'zim ko'zim bilan ko'rganligim uchun keldim. Yana ishonch hosil qilish uchun opa, Garant savdo markazi Instagramiga o'tib, kirsalaringiz biz sayohatda yurgan mijozlarimizni, o'sha sayohat davomida yurganlarni rasm hamda videolarini joylab boramiz. Bemalol ko'rib olish imkoniyatiga ega. Ya'ni sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritgan g'oliblarimiz qanday kayfiyatda, qayerlarda ko'rishmoqda, sharoitlari qanday, bemalol Garant savdo markazi Instagramda ko'rib olish imkoniyatiga ega siz. Chuqurroq ma'lumotlarni olasizlar, hammasini yoritib borishgan aziz yurtdoshlar. Yoritib boramiz. Aynan Endi yillik aksiyamiz bo'yicha bu Turkiyaga sayohat yo'llanmasi. Bilasiz, Turkiyaga ham dunyodagi sayohat qilish uchun juda ko'p turizm rivojlangan davlat hisoblanadi. Hamma borishni xohlaydi. Aynan qayeriga Turkiyani? Turkiyada sayohatlari opa Istanbuldan boshlanadi. Istanbul, Kapadokiya, Konya hamda Antaliyada bitta borganda shunday turlarimiz bor, sayohat qilishadi. Eng asosiysi necha kun bo'ladi sayohat shunda? Ular 9 kun bo'ladi. Voy, 9 kun davomida bo'ladi. Istanbulda bir hafta ham emas, 9 kun qariydi. Bosfor kemalariga sayohatlari bor, tarixiy joylarga, masjidlarga, tarixiy joylarga sayohatlar bor. Eng menga yoqadigani Turkiyani Kapadokiyaga borganda havo shariga chiqishadi. Har bir g'olibamiz Turkiya sayohati 6 metr balandlikda tekinga. Qaysi davlatga yutib olishdan qat'iy nazar, Toshkent xalqaro aeroportida biz qabul qilib olamiz, tekin bo'ladi. Onamni yuborardim bor-ku. Buncha zo'r. Boshida sharti o'zi aytdingiz, yutib olgan odamning o'zi bor edi. Eslatib o'tamiz. Lekin havasim kelyapti to'g'risi. Biz esa Mishkani opamga topshiramiz. Mazgina endichi nima deydi, parazit so'zlar tilimga o'rganib qolibdi anchadan beri. Televideniya orqali gapirmaganimga yoki Instagramda ham kam gapirayotganimga rus tilida aralashtirib gapirib boraman. Lekin oldindan mana turmush o'rtog'im juda ham yoqtirmaydilar. O'zbek tili bilan rus tilini aralashtirib gapirishimizni to'g'rilashga harakat qilardim. Hozir xijolat bo'lib qolyapman. Gapiraveraman. Mayli, keyingi efirlarimizga chiqqanda to'g'rilanib ketadi bu narsa. Ha, yana ustimda ishlashim kerak. So'zlarimiz yana o'zimiz qanaqa hayotda gaplashsak, shunaqa bo'lib ketaverar ekanda. O'ylab gapiraman desam-chi, anaqa bo'lib qolyapman, qiynalyapman. So'zlari esimdan chiqib qolgan. Adabiy tilda gapirish, oldin jonli efirlarda chiqib, qaynona kelin seriallarida chiqib, rosa nutqimiz o'zbek tilining haqiqiy so'zlarini yod olib va o'rganish ham bo'lib qolgan. Privichka demoqchi edim hozir. Shu o'rinda bir narsa eslatib o'tamiz. Shu so'z boylikni oshirish uchun, so'zni yaxshi nutq berish uchun ko'proq kitob o'qish kerak deydi. Shaxsan o'zimizda ham rahbariyatimiz bizga ham tavsiya qilishgan va kitob o'qimoqdamiz imkon qadar. Shu so'zlarda bizda ham xatolik bo'ladi. To'g'ri shu narsa degan umidda bo'lamiz. Biz esa yillik aksiyamiz bo'yicha Turkiyaga sayohat yo'llanmasi g'olibini aniqlab olamiz. Bu esa Turkiyaga sayohat opamiz aniqlab beradi. Marhamat opa, ishtirokchi aniqlash tugmasini bosasiz. Sayohatga yo'llanma. Qani bo'lgan bo'larmikan? Siz men boshqa joyni siz ana endi topdingiz. Mamitini bosdim-da. Bu chap tomonni o'zadi boshdan aytganda. Mayli, g'olibimiz Andijon viloyatidan, Andijon filialimizdan mahsulot xarid qilgan Rahimova Miyassarxon Ne'matovna bo'ldilar. Ular bizdan 18-sentyabr kuni mahsulot xarid qilishgan, ya'ni 2025-yilda 18-sentyabrda yillik aksiyamiz bo'yicha bugun ular Turkiyaga sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritishdi. Muborak bo'lsin, tabriklab qolamiz. Va ular bilan ham jonli efirda bog'lanamiz, opa. Ularga qo'ng'iroq qilamiz. Qarang, shu jarayondachi gapirsam chalg'imaysizmi? Bemalol. Kim yutib olgan bo'lsa, hammaligi bordimi sayohatga yoki bordi. Borishmoqda. Bora olmagan holatda ham bo'lim, chunki
bitta o'zini borishi qiyin. Misol uchun shuncha pul topish ham sheriklariga oson bo'lmasligi mumkin. Endi opa qarangda bizda bitta o'z sayohatga bormaydi. Juda ko'p guvohi bo'lganmiz. O'sha bitta guruhda 30 ta, 40 ta, 50 ta bo'lib gruppa tuziladi va shu jarayonda o'sha misol uchun borayotgan gruppamizda shu 50 ta bo'lgan bo'lsa 40 ta, 45 tasi ayol kishilar bo'ladi ko'p holatlarda va u yerda shunday imkoniyatlar bor va shunday Dugona topib oladi. shunday ko'rganmizki, hozirda ham o'sha misol uchun Turkiyaga boshida borib kelgan yoki umraga boshida borib kelgan o'sha mijozlarimiz opa singil tutinib ketishgan bir-biriga, dugona o'tirib yuborgan. Misol uchun andijonlik yutib olgan bo'lsa, Surxondaryodan tanishi bo'ladi, bir-birini opa singil bo'lib ketishadi. U yerda ishonamiz. Birga uxlab turib, kun bo'yi birga yashab yursa, bundan ilhoqchilik bo'lmaydi. Zerikmaydi. Muhimi ular zerikmaydi. Bir-biri bilan do'st ham o'tirishadi. Albatta. Men ularga qo'ng'iroq qilaman, raqamlarini terib oldik. Turkiyaga sayohat yo'llanmasini g'olibasi Muyassarxon. Hayajonli daqiqalar. Qaniydi, chiti bo'lmaganda shular jonli efirda kuzatib turganlarda zo'r bo'lardi. Aytamiz. Agar kuzatmayotgan bo'lsa, biz aytamiz. Rahim va Muyassarxon opamiz Andijon viloyatidan. Ular Andijondagi Shodlik tekstilda ishlar ekan. Bo'ldi, Andijondan bo'ldi. Birinchisi qayerdan edi? Birinchi g'olibimiz Qashqadaryodan. G'uzor filialimizdan chiqqandi. Qashqadaryo, Surxondaryo va Andijon. Hamma viloyatlarda filiallari bor ekan. Hamma viloyatda filialimiz bor. Ko'proq qayerda xarid qilishadi shunaqa? Qaysi viloyatda ko'proq? Menimcha hamma joyda bir xil. Bir xilmi? Bir xil sababi. Toshkentda ham bir xilmi? Hamma joyda ham bir xil. Ko'p Toshkentda ham filiallarimiz bor. Odamlar oxirgi payt telefon ko'tarmaydi bo'lib ketgan. Endi hozir to'g'ri tushunsak ham bo'ladi. Opa sababi hozir iftorlik payti kimdir uyda mehmon chaqirib iftorlik qilgan bo'lsa, ular ovora bo'layotgan bo'lishi mumkin yoki ertalabki saharlikka harakat qilayotgan bo'lishi mumkin, chunki ish sababli. Yo'q, o'z oldinga nisbatan shunaqa. Oldin tezroq olishardi. Va biz harakat qilib ko'ramiz, imkon qadar harakat qilamiz. Ma'lumotlar ko'pda, odamlar telefondan ham charchab qoladi bir xil paytda. Shatta chetga olishadi-da, ishlarini qiladi deb qo'ygan. Muyassarxon, Muyassar opa. Shunda omadli qo'ng'iroqni nega ko'tarmayapsiz? Hozir yana bir marotaba urinib ko'ramiz. Ko'tarmasalar osonlardan keyin yana qo'ng'iroq qilamiz. Shunaqa. Xo'p, bizga xodimlarimiz boshqa qo'shimcha raqam berishdi. Muyassarxon opamiz bo'yicha eslatib o'tamiz, aziz mijozlar, bizda shu efir paytimizda jamoamiz barcha jamoaviy holatda ishlanadi va jamoaviy holatda g'oliblarga barcha ma'lumotlarni to'liq yetkazishga harakat qilamiz. Va bizda hozir Muyassarxon opamizning qo'shimcha raqamlarini bizga tashlashdi va qo'ng'iroqqa javob bersalar, bu raqamlarda ularga xursandchilik xabarini yetkazamiz. Andijon viloyati. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muyassarxon opa, yaxshimisiz? Alo. Muyassarxon opamiz raqamlarimi? Yo'q. Muyassarxon opamiz taniysizmi? Rahim va Muyassarxon Ne'matovnani. Yo'q. Tanimaysizmi? Aha. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Demak, O'chiring endi. yoki tanigan bo'lsa ham yoki boshqa ishni tanimadim dedimi yoki rostdan ham boshqa raqam shekilli yana boshqa raqamlarni berishmoqda. Shu bahanada operatorlarimiz boshqa ishlamaydigan raqamlarni ham tekshirib olishyaptimi, ishlayaptimi, ishlamayaptimi deb. Mayli. Muhimi biz harakat qilamiz ularga bu xursandchilik xabarini yetkazishga. Nima deydi? Bo'ldi. Shular nima deydi? YouTube egasi bo'ldilar. Keyin Bo'ldi. bo'lsa ham qo'ng'iroq qilasiz. Efirdan so'ng boshqa odam o'ynaydimi? Yo'q, boshqa odamga almashtirmaydi. Bular g'olib bo'ldi. Misol uchun, agarda telefon raqamlarini ko'tarmagan taqdirda ham Andijon filialimizdagi xodimlarimiz ularning ish joylariga borib, Turkiyaga yutib olgani uchun maxsus sertifikat topshirishadi. Shu jarayonda ham o'zlari bilib olishadi ular. Zo'r, zo'r. Eng asosiysi bugungi jonli efirimizda 3 ta davlatga sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritgan barcha g'oliblarni tabriklab qolamiz. Sayohat aksiyamiz ishtirokchisiga aylangan hali g'olib bo'la olmagan mijozlarimizga esa omad tilab qolamiz. Keyingi efirlarimizda aynan sizlar g'olib bo'lasizlar. Hali aksiyamiz ishtirokchisiga aylanmagan mijozlarimiz bo'lsa, Garan savdo markazlariga tashrif buyuring. 3,5 million so'mdan yuqori mahsulot xarid qiling. Aksiyamiz ishtirokchisiga aylanib siz ham 6 davlatdan biriga sayohat yo'llanmasini qo'lga kiriting. Albatta, bu YouTube'ning egasi bo'lgan Muyassarxon
hamda nima edi otlari sizga- o'zi zo'r narsadan boshladim-da, o'zi hayotimda yoshligimdan ismlarni hech qachon eslolmaydigan odatim bor edi. Kecha gapirib turdim. Kimdir keyingi nimamiz ishtirokchimiz. Hop, Dubayga sayohat yo'lamasi Oyshaxon opamiz. Oyshaxon opamiz hamda Umraga esa Sanobarxon opamiz g'olib Sanobar bo'ldilar. opamizga xayrli, barokatli, go'zal, chiroyli, yengil sayohatni tilab qolamiz. Yana bir bora tabriklayman va meni obunachilarim, Garant savdo markazini obunachilari eslatib o'taman. Albatta, har kuni mana shu Garant savdo markazini profilida bo'lib o'tadigan jonli efirda soat 20:00 da aktiv bo'lib turing. Men o'ylaymanki, aniq bular ham muddatli to'lovda o'zlariga yoqtirgan narsalarni xarid qilib qolishadi va aksiya ishtirokchisi bo'lishadi. U aksiyada ishtirokchi bo'lib, mana shunaqangi sayohatni 3 ta davlatga, 6 ta davlatga. 6 davlatga. 6 ta bo'pti, 6 ta davlatga sayohat yo'llanmasini egasi bo'lishingiz mumkin ekan. Undan tashqari, har kuni telefon albatta. Mashhur san'atkorlarimiz bilan bo'lgan efirlarimizda ularni obunachilari uchun smartfon yoki boshqa sovg'alarni taqdim qilmoqdamiz. Aynan bugungi obunachilarimiz ichida xarid qilishmagan bo'lsa ham muddatli to'lovda mana bu telefonni egalari bo'lishlari mumkin. Sizni profilingizda jonli efirda kuzatib o'tirgan obunachilaringiz uchun shu smartfonni hozir biz sovg'a qilib yuboramiz. Qanaqa shart bilan edi? Sharti siz 7-raqam tanlagandingiz. Hozir men ularga bitta telefon raqami aytaman. Bizga 7-bo'lib bog'lana olgan obunachingiz g'olib bo'ladi. Lekin biz 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi barcha oldindagi raqamlarga qo'ng'iroqlarga javob beramiz va Parizodaxon opamiz bilan jonli efirda gaplashish imkoniyatiga ega bo'ladi. 7-chi bo'lib kim qo'ng'iroq qilsa, ana o'sha inson mana bu smartfon egasi bo'ladi. Va aynan o'zim telefon orqali tabriklayman. Demak, biz sizlarga telefon raqamini aytamiz, tayyor turasizlar. Operatorlarimiz bizga ma'lumot berishmoqda. Shu raqamdan, xo'p bo'ladi. Mana operatorlarimiz shaffoflik bo'lishi uchun yangi raqam berishmoqda, opa. Barchasi shu joyda bo'ladi. Sababi qandaydir kimgadir imkoniyat ko'p bo'lib yoki kimnidir nima qilmasligi uchun rahbariyat shu jarayonda o'zida telefon raqam beradi. Shaffoflik bo'lishi uchun asosiysi. Demak, shu raqamda qo'ng'iroq ichida sim karta shu raqamda shunga qo'ng'iroq bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Raqamlarni aytishni boshlaymiz. Raqamlarni aytishni boshlayman men. 99 kodi bilan, 99 kodi bilan tayyormisizlar? 99 kodi bilan 483 40 03. 99 kodi bilan 483 40 03. 99lik kodi bilan 483 40 03 va biz qo'ng'iroqlarga javob berishga tayyormiz. Xo'p, birinchi qo'ng'irog'imiz bor va ularga javob beramiz. Assalomu alaykum, aloqadasiz. O'zingizni tanishtiring. Siz gaplashasiz. Namanganda Mohirjon olib. Aha. Mohirjon aka. Mohirjon aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz birinchi bo'lib qo'ng'iroq qildingiz lekin. Bu ham omad. Birinchi shunaqangi chaqqon bo'lib o'zingizlik bo'lib turgan ekansiz-da o'zi. Smartfon egasi bo'laman deb. Tabriklayman. Ro'za Ramazonlar muborak bo'lsin. Rahmat. Ovozingizni eshitganimizdan xursandmiz. Yana harakat qiling va Yana harakat qiling. Ketma-ket qo'ng'iroq qilsangiz, balkim 7-chi bo'lib qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va smartfon egasi bo'lishingiz mumkin ekan. Keyingi qo'ng'iroqqa javob beramiz. Rahmat, sog' bo'ling. Va keyingi qo'ng'iroqqa javob beramiz. Biz qo'ng'iroqlar ketma-ketlar bo'lmoqda va uzilib qolishi. Allo deysizmi? Men allo deyman. Siz qilasiz. Bu yerdan ham ko'rib turish. Boshida sizga bilish uchun raqamlarni qaytadan aytaman. 99lik kodi bilan 483 40 03 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Biz birinchi qo'ng'iroqni qabul qildik va keyingi qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyormiz. Ikkinchi qo'ng'irog'imizni ham qabul qilamiz. Va ular ham tushib olmayapti. Sababi opa shunday bo'lyapti. Yo, bitta vaqtda qo'ng'iroq qilyapti. O'chib qolmoqda. Sizlar jonli efirda smartfon yuvish bilan birgalikda Parizoda opamizga ham jonli efirda gaplash imkoniyatiga egasiz. Ikkinchi qo'ng'irog'imizga javob bermoqdamiz. Marhamat. Allo.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Sog'misiz, omonmisiz? Qiynalmay ro'zalarni boshlab oldinglarmi? Muborak bo'lsin. Rahmat, sizga ham muborak bo'lsin. Siz ikkinchi bo'lib qo'ng'iroq qildingiz. Menimcha agar efirda ko'rtirgan bo'lsangiz. Ha, ko'ryapman. Salom, assalomu alaykum. Juda ham xursandman ovozingizni eshitgandan. Yana qayta harakat qilib ko'rsangiz bo'ladi. 7-chi bo'lib qo'ng'iroq qilsangiz albatta smartfon egasi bo'lasiz. Assalom. Omon bo'ling, salom aytib qo'ying uydagilarga. Xo'p, mayli, rahmat. Xo'p, bizda keyingi 3-chi qo'ng'iroqqa javob beramiz. O'zim olavering. Gramofonni ko'tarib olasiz. Allo. Assalomu alaykum. 3-chi qo'ng'irog'imiz. Qalaysiz? Meni ko'ryapsizmi? Ha, sizlarni kuzatib boryapman. Qanday zo'r. Men shu qatori sizlarni. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, Farida hozir ijodingizni juda yaxshi ko'raman, kuzatib boraman. Go'zal Rahmat. hayotda bo'lib qolinglar. Sizlarni ham Instagramda kuzatib boraman. Anaqa bo'lganlarini. Yo, bilasizmi, kiyimlar bilan. Da. Siz rahmat. Meni Instagram Katta bo'lib ketganiga qarang, vaqti o'tgan. o'sha. Rahmat. Siz meni Instagram profilim orqali kuzatyapsizmi? Ha, kuzatib boraman. Meni obunachim ekanlar. Siz obunachisiz. Sog' bo'ling, assalam. Siz 3-chi bo'lib qo'ng'iroq qildingiz. Yana qayta harakat qilib ko'ring. Sizga albatta sovg'ani berishimiz kerak. Meni obunachilarim olinglar buni. Do'konni qasmam, yaqinda mebelga kuzatib o'tirgandim. Ha, voy, buncha zo'r. Lekin albatta sizga ham chiqib qolishi mumkin sayohat yo'llanmasi, shuning uchun albatta aktiv bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Voy, qursa qo'ng'iroq bo'lyapti, qarang. Qo'ng'iroqlar ko'p. Biz esa Rahmat. 5-chi qo'ng'iroqni qabul qilishga Omon bo'ling. tayyormiz. Rahmat. Xo'p. 5-chi Allo. qo'ng'iroqni qabul qildik. 5-chi qo'ng'irog'imiz. Voy, yana qo'ng'iroq Ha, beryapti. ketma-ket bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ro'za Ramazonlar muborak bo'lsin. Yaxshimisiz, suvmisiz? Siz 4-chi bo'lib qo'ng'iroq qildingiz. 5-chi. Ha, 5-chi bo'lib qo'ng'iroq qildingiz. Menimcha jonli efirda bizni kuzatib turibsiz-a? Assalomu alaykum. Ovozingizni eshitgandan xursandman. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yana qayta harakat qilib ko'rsangiz, 7-chi bo'lib qo'ng'iroq qilsangiz, xudo xohlasa, bizani smartfonni egasi, smartfon sovg'asi egasi bo'lasiz. 7-chi raqamga tushaman. Bo'ldi, harakat qiling. O'zim gapirishim qarang, gapirtirmasdan. Allo. Va bizda 6-chi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Qalaysiz? Rahmat, o'zingiz ham yaxshimisiz? Siz meni obunachimisiz? Ba'li sizni ham kuzatib boraman, har doim. Yo'q, siz hozir jonli efir qayerda kuzatyapsiz? Garantda? Garant savdo ham jonli efirdan. Ha, bo'ldi. Rahmat kattakon. Ramazonlar muborak bo'lsin. Siz 6-chi bo'lib qo'ng'iroq qildingiz. Sal kechroq tushganingizni 7-chi bo'lib qo'ng'iroq qilib g'olib bo'lgan bo'lardingiz. Rahmat. Yana harakat qilib ko'ring, lekin rosti ikkinchi liniyadan juda ko'pchilik qo'ng'iroq qilyapti, ko'pchilik. Rahmat, omon bo'ling. Gapiring. Biz Ko'kdala tumanimiz Fayzi va Muhayyoxon, sog' bo'ling. Aktiv bo'lib turavering. Rahmat asalim. Kattakon. Hayajonli. Va biz g'olibni qo'ng'irog'iga javob beramiz. Kim? Qaysi variantni hozir bilamiz? Aha, gapiring. Allo. Assalomu alaykum. Urra! G'olib bo'ldingiz. Qanday mazza! Siz bugun eng omadlilardan oralarida, omadlilar orasidasiz. Tabriklayman, muborak bo'lsin. Qayerdan? Smartfon, telefoni. Qayerdan bilaylikchi opa, qayerdan? Ismi kim ekan? Asakadan ekanlar. Ha? Telefonga Xabar qilyapti. Ilohim menga chiqsin. Voy, zo'r-a. Rosa xursand bo'lib ketyapman. O'zi ham xursand. Xuddi o'zim olgandek men xursand bo'lib ketdim. Tabriklayman. Yaxshi kunlaringizni ishlating. Qizim vafot etgan. Ashuni umra xotir qilib kelaman deb kompyuter olib berdim o'g'limga niyat qilib. Eshitgan bo'lsa sakariylar niyat qilib nima qildim. Aha.
Xudo xohlasa, yaxshi niyatda u ham amalga oshadi. Albatta, niyatingiz baribir ham xayrli bo'lgan ekan deb. Xursandchilik ko'z yoshlari, tabriklayman. Moro bo'lsin, xayrli bo'lsin. Albatta buni ishlating. Niyatlaringiz mana ro'yobga chiqdi. Ozginasi bo'lsa ham, albatta bu katta niyatingiz ham ro'yobga chiqadi. Rahmat katta, rahmat. Va- Ishonadi ekan, rahmat katta. Smartfonni ishonaman shu o'yinga degandim. Rahmat katta. smartfonni Asakadagi filialimizdan olib olish mumkin. Ha, smartfonni Garant savdo markazini Asaka filiali. Asaka filialidan olib olsangiz bo'lar ekan. Oy, rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Albatta har kuni aytganingiz kelsin. Sog' rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, tashakkur aytaman. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Niyatni yaxshi qilinglar ekan, niyatni yaxshi qildim. Xayr bo'lsin. Yig'lavoriydi mana. Mayli, bu xursandchiligidan. Tabriklayman. Sog' bo'ling. Ro'za Ramazonlar muborak bo'lsin. Albatta, umra sayohatini niyatlariga albatta yetishing. Niyatlaringiz xudo xolasa xayrli, yaxshi ekan, bunisiga ham erishasiz nasib qilsa. Muborak bo'lsin. Omon bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar, tinch bo'linglar, qandaylar, ishlaringlarga omad. Rahmat kattakon, omon bo'ling. Sog' bo'linglar. Rahmat. Tabriklaymiz. Xo'p, mayli, xo'p. Bo'ldi. Va bizda qo'ng'iroqlar hali ham davom etmoqda. Opa, sababi biz qolganiga javob bera olmaymiz. Sababi bizda g'olibimiz aniq. Bu esa asakalik opamizdek obunachilari bo'ldilar. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Juda ham ta'sirli qo'ng'iroq bo'ldi. Juda ham ta'sirli. Xudo xolasa ular ham o'sha o'zi aytgan umraga ziyorat yo'llamasini yutib oladi. O'zlari ham mahsulot xarid qilgan ekan, aksiyamiz ishtirokchisiga aylanishgan ekan. Opa, bilasizmi, juda ko'p holatlarda g'oliblar bilan gaplashganimizda aytadiki, men mahsulot xarid qilayotganda ishongandim. Men sayohat yo'llamasini yutib olaman deb o'sha mahsulot xarid qilayotganda aytgandim deydi-da. Shu sababdan ishongandim deb. o'zlari haligi ishonch bilan, yaxshi niyat bilan xarid qilishadi. Shu sababdan aziz mijozlar, hali aksiyamiz ishtirokchisiga aylanmagan mijozlarimiz bo'lsa, Garant savdo markaziga tashrif buyurib 3,5 million so'mdan yuqori mahsulot xarid qilib, o'zingiz ishonch bilan men albatta sayohat yo'llamasini qo'lga kiritaman va bepul sayohat qilaman deb mahsulot xarid qilib, aksiyamiz ishtirokchisiga aylaninglar. Shu o'rinda Parizodaxon opa, sizni Instagramingizda kuzatayotgan obunachilar uchun bir gap aytmoqchimanki, ya'ni Garant savdo markazini Instagramiga ham obuna bo'lib qo'yinglar, sababi bizda har kuni jonli efir bo'ladi va mashhurlar bilan bo'lgan jonli efirlarimizda shunchaki jonli efirda tomosha qilib, smartfon yoki boshqa sovg'alarni ham yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Va albatta, hozir mana o'zingiz eshitdingiz, yaxshi niyat yarim davlat degandek, har doim yaxshi niyat bilan, harakat bilan qalbingizni pok qilgan holatda hayotda oldinga intiling. Bugungi jonli efirda juda ham mazza qildim. O'ylangan edim, qanaqa ekan, bu to'g'rimikin, aldashmayaptimikin deb ko'p savollar bo'ldi menda. Albatta, shu joyga kelgunimcha ham 80% ishonch bilan keldim va bugun o'z ko'zlarim bilan ta'sirlanib 100% bir ishonchga ega bo'ldim. Rahmat, ham savob, ham marketing degandek sizlardan o'rganish kerak ekan shunaqa marketingni. Juda zo'r yo'li topibsizlar, ayniqsa ro'zada juda ham katta savob bo'ladi insonlarni xursand qilish. Men ham xursand bo'ldim ularga qo'shilib. Hammaga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik va albatta baxtiyor hayotni tilab qolaman. Va bugungi jonli efirimizda kuzatayotgan barcha mijozlarimizga ham Ro'za Ramazon oylari muborak bo'lsin deymiz. Barchaga omad tilab qolamiz va bugungi jonli efirimizga mehmon bo'lib kelgan shaxsan g'oliblarni bugun o'zlari aniqlab bergan Parizoda opamizga ham o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz va biz umid qilamiz qolgan efirlarimizda ham mehmon bo'ladilar va g'oliblarni o'zlari aniqlab beradi. Parizodaxon opa, keling. Efirimiz yakunini bitta chiroyli so'z bilan yakunlaymiz. Sayohat qilmoqchimisiz? Garantga keling deganda chiroyli so'z bilan yakunlar va sizlar bilan ertaga 20:00 da yana jonli efirda ko'rishguncha deb qolamiz. Albatta, sayohat qilmoqchimisiz? Garantga keling. Boshqa talab, kayfiyat bilan. Uncha tez gapirasiz. Men g'alati bo'lib qoldim mana opamizdan keyin. Ichimda bo'lib ketdi. Farzand to'g'risida gapirdi. Mayli, endi hozir kayfiyatni tushirmaymiz. Albatta. Sayohat qilmoqchimisiz? Garantga keling.